أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأفعال في الصلاة. namazdan içindeki şirketler babı. Yukarı bab namazdan ilgiriki şirketler münasebetlikte. قال ينبغي للمصلي أن يخشع في صلاته. namazdan ruhi bo'lgan ruh salat al-xushu' xushu'dan boshlanadi. Namoz o'quvchi namozida xushu' bilan turishi lozim deydi. لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. al-xushu' degan namozdan ruhi bo'lgan ekan, bu nimadan iborat? Buni tushunish lozim. Al-xushu' lug'atda as-sukun, jim turish, shuk turish, o'zini tuvan tutish, kamtar bo'lish, o'zini xor qilish Allohning oldida. Shunda ma'nolarni o'z ichiga oladigan bir so'z. Qur'oni Karimda va khashi'atil aswatu lir-rahman. Khashi'atil aswat degan jimib qoldi, pasib qoldi degan ma'noda. Şu ayette ve khashi'atul aswat degan ovozlar shunda jimib qoldi, pasib qoldi degan ma'noda. Yani bir ayette ve min ayatihi annaka taral arda khashi'atan. Zaminning xashi holatda ekanligini ko'rsa deydi. Yani past tuvan holatda, suv kelmagan, bir narsa unmagan holatda past holat ko'rsa, suv bag'andan keyin ziroatlar o'simlik bilan o'rilishi mumkin. Yani şeriatdagi ma'nosi shu. Şeriatdagi ma'nosi dilda Allohdan qo'rqishdan iborat. Dilimizda Allohdan qo'rqqandan keyin buningki alomatlari badanimizda ko'rinadigan gap, tashqi ko'rinishda namoyon bo'ladigan gap. Davomdan keyin xushu' degan ichki xushu' va sirtqi xushu' deb ikkiga ayirish mumkin. İmam İbn Qayyim rahmetullohi alayhi xushu'ni shunda ta'riflagan: qiyamul qalbi bayna yaday Rabb bil xudu'i va zul. Dil Parvardigorning oldida o'zini tuvan tutgan va bo'ysungan holatda tursa, mushu xushu bo'ldi deydi. Yuqorqi oyatda qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Nijotga erishadigan, masalan, falah deganda biz murod maqsadga yetgan, nijotga erishgan, oxiratda abadiy saodatga erishgan deb tafsir qilsak, Aşında abadiy saodatga erishgan mu'minlarning sifatini namozda xushu' bilan turadiganlar deb sifatladi bu oyatda. Bundan keyin namozdagi xushu' jim turish, o'zini tuvan tutish, u yoqqa burilib qaramaslik, harakatlarni qilmaslik va Allohdan qo'rqib turishni o'z ichiga oladigan bir uqum. Yana Qur'on Karimda mu'minlarning va mu'minalarning sifatini xushu' sifati bilan bayon qilgan. Val khashi'ina val khashi'at. Ashunda mu'minlarga Alloh taolo addallohu lahum mag'firatan va ajran azima. Katta ajr va mag'firat tayyorlab qo'ydi deydi. Hamda ulamolar shu ishi bilan tashqi ko'rinishning moslashmasligini munofiqlik deb so'raydi-ku. İçki dünya bilan tashqi ko'rinish o'xshash bo'lmasa, bu nifoq bo'ldi. Masalan, dilida Alloh taolo ishonmaydigan, sirtqi ko'rinish voy men musulmon deydigan munofiq bo'ldi. Xushu' dilda bo'lmay, tashqi ko'rinishda bo'lsa, bu bir xil nifoq. Xushu' nifoq deb atildi. Amaliyotda Allohdan qo'rqqanlar ish qilmaydigan, lekin ko'rinishda shunda muloyim, mulla mijaz, shunda yavaş, bunda ko'ransa, bu xushu' sohasidagi nifoq bo'ldi. Shunga Hazrat Umar namozda bunda bo'yniga bunda turgan birisini ko'tara bo'yningni xushu' degan Allohdan qo'rqishga va qalbda bo'ldi. At-taqva ha huna deb ko'rsatgan. Yana tabi'ilardan birisi Said ibn Musayyab namoz uyan bilan
qarab sherkat qilgan birisini ko'rib law khasha'a qalbu hada la khasha'at jawarihu degan. Agar buning dili xushu bilan tug'an bo'lsa, uning butun a'zolari xushu bilan tug'an bo'ladi dedi. Shu haramda masalan Masjid Haramda qarasanglar, namoz o'qiyotganlarni tarag'ida ko'rsatgan naqmaydi. Keyin o'ngishayotgan ba'zida telefon qarabdan bir nima qilyapti, balki xat uchur yo'llayapti namoz turib. Chap qo'ydigan, namoz turib telefonning zaratkisini chetib qo'ydigan. Har xil sherkalni ko'rasizlar. Bu hammasi shu dilda xushu bo'lmaganlikning alomati. Hazrat Huzayfa radhiyallohu anhu debdikan, siz dastlab qilib dininglardan qo'ldan ketkizib qo'ydigan narsa xushu. Eng oxirda qo'ldan ketkizib qo'ydigan narsa namoz. Shunga keyingi zamonlarda masjidga qarasanglar, namoz o'qiydiganlar bor, lekin xushular o'qiydigan birisi qolmaydi. Demak, bu xushu ruh sola. Namozning zada shu bo'lmasa bo'lmaydigan muhim bir qismi. Maktabda shunga namozning dastlabki faoliyatlaridan ilgari xushu to'xtaldi. Bu to'g'ri tanlash. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى كان لجوفه أزيز كأزيز المرجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم نماز o'qig'inida ichidan xuddi qozonning qaynagan ovozdek bir xil mung chiqdi dedi, ovoz chiqdi. Aziz degan qozonning qaynagan ovozi. Bu ovoz nimadan chiqadi? Yig'i aralash, xuddi ovozliq yig'layolmay qolgan odam, yig'laydi ovozini chiqarolmay qolgan odam, ashuna bir xil holatda bo'ldi-ku. Shuna bir ovoz chiqdi deydi. Mirja degan qozon degan ma'noda, qidir. Wa yakunu nazaruhu ila mawdi' sujudihi. Namozda turib qayerga qaraydi degan masala bor. Hanifi mazhabda shundaqla jumhur ulamolar qiyomda turgan vaqtida sajdaga qaraydi deydi. Endi shu namoz turib qayerga qarash masalasiga kelsak, bu yerda faloniga qarasam bo'lmaydi, chekilgan bir o'rin bor. U qaysi esa namoz turib masalan yo bir duo yo bir nima bo'lsa osmonga qarab, osmon qarash cheklangan. Bunda ulamolar ittifoq. Yana uningdan boshqa diqqatni tortilgan namozdagi xushuga ta'sir etadigan narsaga qaramaydi. Da qaramasa oldida bir kitob ichiqlik bo'lsa, bir gazet bo'lsa, da qarab uni o'qitib. Bunda qis bo'lmaydi. Shu ulamolar shu masjidlarning tomlaridagi zibuzinnat, naqsh va kazani makruh deb qaraydi. Namozxonning diqqatini tortilgan bo'lg'achqa. Davomida Hanifi mazhabda qiyomda turgan chaqda namozxon sajdaga qaraydi. Shu qarash mustahab. Ko'pchilik ulamolar shunday deb qaragan. Maliki mazhabdagi ulamolar oldi tarafga qaraydi, qibla tomga. Sajdaga qaramaydi degan. Nima uchun desa, chunki Alloh taolo Qur'on Karimda "Favalli wajhaka shatral masjidil harom" dedi. Masjid haram tarafga yuzlangan degan bo'g'achqa oldiqlam qaraymiz dedi. Yana Sahih Buxoriyda hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam peshimda asrda oyat o'qimda desa, sahobalar o'qiydi degan. O'qolig'ini qanday bildinglar? Ishida o'qigan bo'g'achqa desa, saqilning unda medillig'ini xutoq degan. Demak, bu sahobalar hozir sajdaga qarab turganmi yo Rasulullohga, imomga qarab turganmi? Buningdan oldi qarab turdi degan qarashga dalil chiqargan Maliki mazhabida. Yana Hazrat Aisha radhiyallohu anha uyga suratli parda tortib qo'yib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyda tahajjud yo nafl namoz o'qigan chaqda ash pardagi rasmlar diqqatini buzgan. Bundan keyin buni elbatan amiti anna qiramaka degandek buyruq qilib, keyin Hazrat Aisha radhiyallohu anha shu pardadan ichki yostiq yasatgan. Demak, shu oldida bo'lgan ekan, diqqatni tortdi, oldi qarorligini ko'rsatdi demakchi. Rasululloh shu pardamizda shag'alatni alamu hadihi degan yoki la tazalu tasawiruhu taridu li fi salati degan. Bundan ekan namozda osmon qarashga bo'lmaydi. Chunki hadisda osmon qaraydiganlar ya buldi qiladi ya Alloh taolo ko'zining nurini olib ketadi degan. Yana biri diqqatini buzadigan narsaga qarasa bo'lmaydi.
yana ko'zni jumbalash bo'lmaydigan ulamolar bor. Ba'zi ulamolar agar diqqatini tortilgan, diqqatini buzgan narsa bo'lib, diqqatini yig'ish uchun xushu bilan turish uchun ko'zni jumbasi bo'ladi degan. Yana hadisda la yujawizu basaruhu isharatahu deb kelgan. Bu o'tgan holatda, tashahhud o'tgan holatda ko'zi sababi ishoratida o'sha turdi degan. Bu o'tgan chaqda ay sababi isharatiga qarab turdiganligini ko'rsatdi. Ba'zi ulamolar masalan ruku qilgan holatda ikki putining oraliqqa qaraydi deyish mumkin. Lekin mushu qarashlarida musa nega qaraydi degan masalan ijtihaddan iborat. Bunda masalan falonga qarashing kerak, yo qaramasam bo'lmaydi degan bir yo'q. Lekin umuman namozda xushu bilan turishda yordam bo'lgan shaklda, masqilgan shaklda turmang. Cho'qim falonga qaraysiz, qarash kerak degandek so'zlarningki aniq bundan nas dalili yo'q. ويكون نظره إلى موضع سجوده لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يجاوز بصره في الصلاة موضع سجوده تخشعا لله تعالى. وهذا من روايات قلنقشون رسول الله صلى الله عليه وسلم كوزه الله تعالى بك خشولق قيغلق جاتنا تخشع تفعل وزنه بك خشولق قيغلقتن سجدگاهيدن alıp ketmeydi. Bu mesela acizra qadis bozkere. وهو أقرب إلى التعظيم من إرسال الطرف يمينا وشمالا. Secdega qarash, o'ng so'lga qarab yurgandan bu xushuga, Alloh taolani ulug'lashga eng yaqin. At-tarf ko'z. Bu yana hadis cheklanga ishlamoq. Bu yoq bu yoq qarash. Ko'pincha o'sha hayvonotlarga o'xshab qilishdan to'sqa hadislar bor. Masalan, naha an iqa'il kalb. Ishqa o'xshash cho'kab bunda o'tirishdi. Tizimda aldı qo'yib o'tirishog'i namozda shunda o'tirishdan to'sqan. Ondan to'gi cho'kkanda cho'kishdan to'sqan. To'qdan cho'qilganda cho'qilashdan to'sqan. Nahan iltifatat at-ta'lab tulki u yoq bu yoq qaraganda navshalik bilan tez-tez qaraydi-ku. Shunda u yoq bu yoqqa qarashdan to'sqan. Hammasi shunda hayvonlarning ahvollari. Qala va man arada ad-dukhula fi as-salati kabbar. Hamda namozga turishdan takbir tushirish masalasi. Namozga turadigan kishi takbir tushirdi. Bu takbirning hukmi vojib. Liqawlihi ta'ala va zakara isma rabbih fasalla. Alloh taala va zakara isma rabbih fasalla deb shu oyatda yaka suhuf Ibrohim va Musa ilgirki ummatlarning sahifalarida mushuna dabba degan bo'g'achqa Alloh taolaning ismini atash namozga kirgan chaqda farz. Ya diqqat qiling. Allohning ismini atash farz, lekin takbir tushirish vojib. Nima uchun Alloh taolaning ismini atash farz? Chunki Qur'on Karim bilan isbotlangan. Navoiyga Hanifi mazhabda zikr va Allohning ismini atab namozga turish farz. Liqawli ta'ala va zikra ismi rabbih fasalla. Takbir bilan namozga turish vojib. Çünkü hadiste ispatlangan bo'g'achqa. Ve qala sallallahu aleyhi ve sellem la yaqbalullohu salata imri'in hatta yada'a at-tahura mawadi'ahu da tirnoqni beka qilib o'tganlar. Hadisning davomi bor. Mawadi'ahu va yastaqbil al-qiblata va yaqula Allohu akbar. Allohu akbar degandan keyin tirnoqni yopsizlar. Hadisning tugagan joyi shu. Judg'ayyan to'liq javob taritilib, qiblaga yuzlanib turib Allohu akbar demigicha Alloh taolo bandaning namozini qabul qilmaydi dedi. Navoiyga o'sha Allohu akbar demasa bo'lmaydi degan. وإن افتتح بلفظ آخر يشتمل على الثناء والتعظيم كالتهليل والتسبيح أو باسم آخر كقوله الرحمن أكبر أجزاه. Başqa bir söz bilan namozni quloq qilib qolsa, bu söz Alloh taolo hamd sana aytadigan, madidlaydigan, ulug'laydigan anda bir so'z bo'lib qolsa, mayli bo'ldi deydi. Masalan, kat-tahlil, tahlil ya'ni la ilaha illalloh. Namozga la ilaha illalloh deb nomdan turibdi. Alloh akbar degan o'rinda. Ya tasbih subhanalloh deb turibdi. Aw bismin akhar yoki undan boshqasi ar-rahman va akbar, ar-rahmanur rahim degandek masalan. Anda desa ajza'ahu deydi. Mayli hisob bo'ldi. Namozni buzib ketmaydi, namozni ta'sir etmaydi.
Albatta bu boshqa so'zni ishlatib turing degan gap emasmi bu? Allohu akbar deymiz. Takbir so'zini ishlatish vojib. Lekin boshqa so'zni ishlatish namoz buzilib ketgan, namoz bo'lmaydigan ish yo'q demakchi. وقال أبو يوسف لا يجوز إلا بلفظ التكبير. إنما هو يعني في مذهبك اختلاف. أبو حنيفة ومحمد yuqorqidek qargan bo'lsa, Abu Yusuf debdi takbir so'zi bilan quloq qoqish lozim. Bunda quloq qoqmasa namoz bo'lmaydi. Va huwa qawlu Allohu akbar. Yoki Allohu akbardan o'rniga Allohul akbar desin mayli deydi. Yoki Allohul kabir desin bo'ldi. Yoki Allohu kabirun desin bo'ldi. Hammasi o'xshash degan. Illa an la yuhsinahu. Faqat lam mush so'zga og'iz kelmaydigan bo'lib qolsa, deyilmaydigan. Masalan, tungan bo'lib qolgan bo'lsa, Allohu akbar deyilmaydi ekan. Va qancha qiysa buning tili kelmaydi ekan. Tunganligi keldiganda balki kelmaydi ekan. Kelmasa, bu chaqda uning o'rniga shunda Allohni ulug'laydigan ma'nodagi so'zlarni desi bo'ldi demoqchi. Nima uchun endi mushunlam deyish lozim, takbir so'zini deyish lozim desa, li'annal mutawaratha, ya'ni biz ashu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan, sahobalardan va salaflardan og'inimiz, o'rganganimiz, shuldan bizga qolib qolgan usul shu deydi. Allohu akbar deyish. Va af'alun va fa'ilun sawa'un fi sifati ta'ala. Af'al vazni bo'lsin, fa'il vazni bo'lsin, Alloh taolaning sifatlarida baribir o'xshash. Allohu akbar degan mush Alloh eng ulug', Alloh buyuk degan ma'noda. Boshqa ilohlarmi buyukda, Alloh sal unda buyuk degan bo'lmaydi. Alloh ham buyuk degan bo'ldi. Kabir degan shunda. Kabir degan ma'adahu sag'ir degan bo'ldi-ku. Hammasi o'xshash ma'noda bo'ldi. Walahuma, yani Abu Hanifa bilan Muhammadning dalili dalilut tarafayn deymiz. Qawluhu ta'ala va zakara isma rabbih fa salla. Mush oyat dalil. Nazalat fi takbiratil iftitah. Namozni quloq qoqish haqida tushgan oyat musho debdi. Lekin bu ilgirki ummatlarning sahifalaridagi oyat ma bu. Tamam? Inna hada la fi as-suhufil ula suhufi Ibrohim va Musa. Nolki shar'ul man qablana shar'ul lana mu degan masala kelib chiqsa, bizning shariat o'zgartirgan bir ahvol kelmasa, hisob degan ma'noda bo'ldi. An bu oyatni keldi dalil qilib. Vajil istidlal nima? Qaysi tarafdan dalil bo'ldi ekanligiga desa, faqad utubira mutlaquz zikr. Chunki bu oyatda hozir zakara degan so'zni, zakara isma robbi, Allohning ismini zikr qilsa, atsa deblam o'qildi. Va takbir shurish degan gap yo'q. Va taqidul kitabi bi khabar al-wahid la yajuz. Yani bu azamning qoidasi bo'yicha Qur'on Karim mutawatir lafzan va ma'nan bo'lgandikan, xabar vahid bu zanni dalal bo'lg'achqa, qat'iy dalalni tasdiqlab o'tmay qoldi demoqchi. ولو افتتح بقوله الله أو الرحمن جاز عند أبي حنيفة لوجود الذكر. يقرق استدلال أساسا أبو حنيفة نظر ده الله دبلن قلق قصة، الرحمن دبلن قلق قصة جاز بول. نمشي نجين شغله الله دينكشه الله اسمه أتدمو أتده. الرحمن اسمه أتدمو أتده. وقال محمد hamda ishkillar adirmaya kelgan chaqda ayrilib ketgan gap. Imom Muhammad debdi, la yajuz. Unda yolg'iz Allohning ismini atab qo'yish bo'lmaydi. Illa an yadumma ilayhi sifa. Uni bir sifatni qaytish lozim. Masalan, ka qawlihi ajallu aw a'zam. Allohu ajal. Ya'ni Allohu a'zam degandek sifat qaytish lozim. Walau qala Allohumma al-asah an yajuz. Unda Allohumma da quloq qoqish desa, yani bir mazhabda ishqil qarash va joiz emas degan qarashmi, uni sahih qarash, lekin sahihroq joiz bo'ldi. Va ma'nohu ya Alloh, ya'ni Allohumma degan so'zning ma'nosi ey Alloh degan bo'ldi. Allohumma g'firli deymiz-ku. Ya Alloh, g'firli degan ma'noda. Wal mim mushaddadatu khalafun 'anil nida. Allohumma deganki mim tashdidlik mim ashu Allah lafzul jalalining oldidagi ya harfi, harfin nidaning o'rniga degan harf.
oldida qildigan ya oqiga o'taplam men o'zgarib ketdi. Allah vacibini tek etkilik olup Allahu ekber deyish vacib deydi mesela. Az bilgen bo'ldi. Yani şu o'rnida joiz bo'ldi degan qaraganda shu takbir tushgandek bo'ldi. Takbir faqat tushmasa, bu so'zni dinsa, anda sajda qildi. Ma'vodir shu o'rniga desaydi degandan qaraganda sajda kelmaydi demak. Endi Allohumma deb arabda yana bir so'z bor. Ha? Bu duo yanında ya Allah degan bo'lmaydi. Allohumma degan illa degan istisnoni qildi. Manda bo'ladi Allohumma illa idza kana deb qo'ydi. Faqatla manda ahvolda manda bo'lib qoldi. Bu istisnoni ko'rsatadi Alloh. Walau qala Allohumma ighfirli la yajuz. Allohumma ighfirli da quloq qilgan bo'lsa joiz emas, leanna laysa bi ta'zimin xolis. Chunki bu sab ulug'lashdan iborat emas, bu bir duo. Walau iftatahal akhras wal ummi bin niyyati jaza. Akhras gacha yoki gasgacha deylar. Gas bo'lsa gachuldi odatda. Gasgachilar bu gap qilaman ekan, ko'ngilda niyat qiliblam. Namoz quloq qaqsa bo'ldi. Wal ummi degan o'sha namozning ahkomlarini faqat o'rganmagan, hech qanday savodsiz qari turib ketgan deylar. Bu bilmagan ekan, shunda niyatlardan to'g'on bo'ldi. Lekin bundan keyin biz yutib qo'yishimiz lozim unda. Manda Alloh akbar deb quloq qish bor deb o'gitimiz. Lekin shunda hukumatdan anda turib qolgan bo'lsa, mayli vaqtim bo'libdi deymiz. Wal afdalu an yukabbira al-ma'mumu muqarinan li takbir al-imam. Shu wal afdal degandan biz imom bilan tang takbir tushishimi bo'ladi ekan, imomdan kechikib takbir tushishimi bo'ladi ekan, lekin afzili tang barobar takbir tushirishgan deb tushunamiz. Yuqori masalada Imom Shofiyning ixtilofi bo'lmish edi. Imom Shofiyninkini farqini yozib qo'ymabdi yuqorida. Kabbara degan. Imom Shofiy Allohu akbar yoki Allohul akbar shu ikki so'zdan boshqa so'z bo'lmaydi degan. Yana Abu Hanifa rahmatullohi alayhi arabcha emas, farsi tilda takbir tushishim bo'ldi degan. Farsi tilda boshqa tilda shu farsi tilda bo'ldi deganligi, boshqa tilda bo'ldi deganlik. Chunki shu chaqda o'zining tili, Abu Hanifaning tili farsi edi. Yoki shu Iron, Iroqdagi shu xalqning tili farsi tildi. Yani mushu masala nimaga chetishlar qilsanglar, masalan farsi tilda takbir tushishim bo'ldi yoki u so'zni o'zgartirib boshqa so'zda Allohning ismini atab qilsin bo'ldi deyish, naverib taqildi desanglar, mush quloq qiqishdan iborat mush ish. Namozning ichidagi ishning bir qismi yoki namozning sirtidagi taqa namozga kiradigan bir bo'sug'idagi ishmi? Mushuni chetishlar. Agar namozning ichidagi ish desa, sal chingitadi uni. Sallu kama ra'aytumuni yusalli degan ekan. Namozning sirtidan Alloh akbar deb bo'lgandan keyin unda namozga kirmas deb qolsa, ma Alloh akbar namozning sirtida shu bo'lgandan keyin Allohning ismidan bizni atab ya farsi avzanni tillasam Allohni zikr qildim sesam bo'ldi degandek mazmun chiqadi. Balki Hanifiy mazhabda bu namozning ichlik faoliyatining birisi emas aslida. Namozning ichiga kiradigan bir bo'sug'idan iborat. Lekin Shofiy mazhabda bu namozning ichiga yashaydi. Ham yerda namozning ichidagi ishlar qatoridan bayon qildi. Wal afdalu an yukabbira al-ma'mum muqarinan li takbir al-imam wa 'indahuma degandan yuqorqi muqarana qilib imom bilan tang-tang Alloh akbar deb quloq qiqish afzal degan qarash Imom Abu Hanifaning qarashi. Ikkalarining qarashi imomdan keyin takbir tushirish afzal degan qarash. Navbatda Imom Abu Hanifa imom Allohu akbar deganda jamoatmi tang Allohu akbar deb tursa shu afzal debdi. Sohiban imom quloq qaqib bo'lgandan keyin uningdan keyin quloq qaqudi jamoat debdi. Nima uchun? Chunki jamoat degan imomga agishga buyurilgan, shunami? Agish degan tang-tang qilishni bo'lmaydi. Aqib bo'lgandan keyin oqidan qilsang agishgan bo'lsa demakchi. Wa fi salami ba'dahu bil ittifaq. An salom bergan chaqda Imom Abu Hanifa mo imom salom berib bo'lgandan keyin ondan jamoat salom berdi debdi. Yani Imom Abu Hanifa nima uchun takbir tushgan chaqda tang takbir tushirdi dedi, salom bergan chaqda imom salom berib bo'lgandan keyin oqidan salom berdi dedi. Farqi nima bu ikkisining desa,
anna takbira shuru'un fil ibada. Takbir degan bir ibodatga tutish qilishdan iborat. Bir ibodat kirishdan iborat. Fal musara'atu ilayhi afdal. Bu hamda ibodatga oldirganlik, ibodatni yaxtuganlikni ko'rsatgan bo'lg'achqa gachchida oldirab qilamiz. Undan imom bilan tang yugurib qilishimiz lozim demoqchi. Vassalamu xurujun minha. Hamda salom berish degan namozdan chiqadigan ish bo'lgan ekan, namozdan qaçqandak ya namozdan chiqish oldirgandek bo'lmas uchun imom salom berib qo'ygandan keyin undan keyin salom bermaz deydi. Fal ibta'u afdal. Aldirmay salom berish afzal deydi. Yana Abu Hanifa'ning bu yerdagi farqi iqtido qilish degan musharakatni bildirdi deydi. Iqtido degan musharaka, ya'ni tan qatnashishni bildirdi. Agish degan. Undan keyin bu musharaka nima bilan vujud chiqdi bo'lsa, shu muqarana bilan vujud chiqdi. Tan qilishdan, tankash qilishdan iborat. Lekin salom bergancha masalan, o'ng so'lga salom berib bo'lgandan keyin, undan keyin jamoat salom beramdi yoki bir qatim salom bergancha bir qatim, ikkinchi qatimdan keyin ikkinchi qatimni qilamiz. Fasilab qilamiz. Ikkini butun harakatda ikkinchi salomni qilib qo'yib saqlamaymiz. Mavla ikkini bir faoliyat deb qarab, ikkinchisini salom berib bo'lguncha saqlab turib, undan keyin qilamiz. Biz bo'lab qilganmiz. Bu hamda ochiq bir nas yo'q, shunda ijtihodiy qaragan. Namoz o'qishni salom berib o'tirganlar şey. Keyin salom berib. Yo'q, u ashxaxninki dinni yaxshi tushunmaganligi bor. Masalan, ba'zilar imom sajda qilib, beshni ko'targandan keyin bu taqvodorlik duo qildim deb beshni ko'tarmay turdi. Ikkinchi sajdaga baray deb qo'yanda turdi. Yoki tashahhudda o'tirib bo'lgandan keyin tashahhudni o'qib bichaq qadar beshni ko'tarmay turdi. Bu fiqhdan emas. Sen nafl o'qigan vaqtingda 2 soat sajda qil, 2 soat qiyomda tur. Lekin bu yerda hozir shariat buyrug'i nima? Innama ju'ila al-imamu liyutamma bih. Fa idza sajada fasjudu va idza rafa'a farfa'u. Degan bo'lgan ekan, farqi bor. Fa idza rafa'a farfa'u. Beshni ko'targan aman beshni aman darhol ko'taranglar. Bo'lmasa jamoatlar namoz o'qidi. İmam va boshqalar beshni ko'tarib o'tirib bo'lsa, bu sajda qilgan holatda nar bu jamoatchilik bo'ldi, birlik, barobarlik shakllanmaydi. So o uzun duo qilma, uzun nima qilma degan san shu kecha sulusul axirda qilib ol buni. Bo'lgan jamoat ko'rganidan men yaqsiladim jiqroq duo qilib sajdaga boshirdim degandek bir nima bo'lib qoldi bu. Riyarlish qolgan besh. Hozir imomda egizdan chiqqan gap bilan takbirlama qilgan harakati tamomlan g'ashtirgan. O bundan chiqishi mumkin maktabda. Ana bu Shafiy mazhabda imomga iqtido qilish masalasida kechiktirish joiz deb qaraydi. Bir qadam kechiktirish. Masalan, imom Allohu akbar deb ruku qildimi? Bu tahiyamda Samiallohu liman hamida degan chaqda bu turgan vaqtida kechikkan kishi Allohu akbar deb turdi. Bu sajdaga tushgan chaqda bu beshni ko'tardi. Bu ko'targan chaqda bu tushirgan. Ma'noga Shafiy mazhabda joiz deb qaraydi. Ya'ni bir qadam imomdan kechikish bo'ldi dedi. Ma'lumotlar Shafiy bo'lg'achqa bo'la shunda sal qarishi mumkin. Lekin bizda shu hadis ko'rsatgan bo'yicha imomga jikdek ergishmangan. Mana Hanifiy mazhabning alohidligi mana. Asalki fahmi imom qilgandan keyin qilgan o'tirganda shu musharaka chiqdi. Shu imom qilgandan keyin aqddan qilingan bo'ldi. Shunga sohibanimda ba'dahu dedi. Nima uchun? Shu fard garpi bor. Ta'qib deymiz-ku, aqddan qilish. Va yahdifu at-takbira. Takbirni gach-gach kis aytdi deydi. Allohu akbar deb undamas. Mesela azan to'landa Allohu akbar deb sal so'zlig'i odatda namozga takbir tushirishda va namozning ichidagi mush takbirlarni gach kis qilamiz deydi. Bu so'z emas. Hazf degan shu. At-takbiru hazfun yoki at-takbiru hasmun deb bor. Va huwa sunnah, as-sunnah shu. Ya'ni so'zmaysiz degan mal, la yamuddu at-takbir degan mal va yahdifu at-takbir degan. ولأن المد في أوله كفر yana bir sababi takbirning oldida alifni so'zlash masalan bu kufrga olib berishi mumkin. Allohu akbar, xudo Allohu adina lakum
bu istifhamda Alloh taolo akbarmi degan bo'ldi. Ya'ni akbarligini e'tirof qilmagandak, akbarmitte degandak, istifham inkariydak narsa bo'lib qoldi. Bu kufr bo'ldi demak. Ma 5-so'rash istifham bo'lganlikdan kufrga elib borgan so'zga yetib qoladi deydi. Yani kufr deyotmaymiz, kufr unda ma'ni demaydi uni. Lekin shunda nachar mazmun chiqarib qo'ydi. Likawnihi istifhama, istifhamga aylanib qolganlikdan. Va fi akhirihi lahnun, va fi akhirihi va fi wasatihi lahnun demoqchi. Alloh desa masalan, ma o'tiram Alloh degan shunama. Akbar desa bu oxir bo'ldi. Undan keyin bu lahn bo'ldi. Lahn degan arab tilida endi xato o'qish, ma'ni o'zgarib ketadigan holatda o'qishni lahn deymiz. Min haythul arabiyya, arab tilining qoidasi bo'yicha bu xatolik bo'ladi deydi. Qala va yarfa'u yadayhi li yuhadiya ibhamahu shahmatay udhnayhi. Namozga quloq qoqqan chog'da qo'lini ko'tardi. Bu qo'lni ko'tarish hozir Hanifiy mazhabda quloq qoqqan chog'lam ko'taramiz, ha? Undan boshqa ko'tarish yo'q. Bizning beshimizda o'rtalayotgan rafiyat masalasi shu. Dastlabki quloq qoqishda qo'l ko'tarish bor, undan boshqa chog'da qo'l ko'tarish yo'q. Undan keyin g'ayr yaday degan bu takbiratut tahrimda Alloh akbar deb quloq qoqqan chog'da bosh barmoqi quloqining yumshiqqa udil keldi deydi. Bunda barobarlikda, bunda egizlikni ko'taramiz demakchi. Mana. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam Liwa'il ibn Hujr radhiyallohu anhu, "Idza iftatahta as-salata farfa' yadayka hida'a udhnayk." Namoz quloq qoqqan chog'da qo'lingni quloqning barobarida ko'targin. Mush lafzlar bunda hadis kamyon bo'lishi mumkin. Lekin mush mazmun to'g'ri. Sahih Muslim degan hadislarda va yarfa'u ibhamahu hida'a udhnayhi ya shahmatu udhnayhi ila furu'i udhnayhi deb kelgan. Sahih Muslim sahih hadis bor. Wa huwa an yarfa'ahuma mansubatayn hatta takuna al-asabi'u ma'a al-kaffi nahwa al-qibla. Qanday ko'tardi bo'lsa, tik tutib ko'tardi. Bunda barmoqni orqani yig'ib olmaydi. Masalan, menda qilib emas. Ya menda qilib emas. Ba'zi odamlar menda qildi. Buni yig'ib olmaydi, tutamiz deydi. Orqan barmoqlar orqani qibla tarafga yuzlangan. Menda emas. Menda tutib, menda. Quloq tekkizish degan gap yo'q ana bu mazhabda, ha? Diqqat qiling. Quloqqa bunda tekkizdi. Ana Uyg'urcha quloq qoqdi degan so'z ham shu quloqqa udullashish turgandan kelgan bo'lishi mumkin. O'rta bunda o'sha orqa taqaydigan yerini bunda ko'tarib turganishi bor. Shuning udulida bo'ldi. Teyish kerak emas. O'tirib qolmasa, yaday kelingan quloqni tugagan. To'g'ri chiqishi mumkin. Lekin ibhamahu degan so'z bor. Sayyid bor. Sayyid Muslimda bor deyman. Hozir hamda musho birinchi qatim quloq qoqqan chog'da ko'tarish hamma olimlar ittifoq. Keyingi ko'tarishlarda ixtilof bo'ldi. Na qadar ko'tirdi degan masalada Hanifiy mazhab quloqning yumshiqiga barmoq qo'yib turgan shunda barobarda ko'tarishni, musha qadar ko'tarishni shuni tanladi. Shafiy mazhabda mo'ris qadar ko'tarishni tanladi. Hanifiy mazhabning tayangan dalillar cho'lsa, Sahih Muslimdagi va Abu Dawuddagi sahih hadislardan ayda hida udunayhi ila furu'i udunayhi degandek hadislar bo'lg'achqa shuni tanlagan. Endi Shafiy mazhabda nima uchun mo'ris qadar ko'tarishni tanladi desa, Ibn Umar radhiyallohu anhudan, ya'ni Abu Humayd as-Sa'idi radhiyallohu anhudan Sahih Buxoriyda kelgan yoki muttafaqun alayhi hadislar bor. Masalan, Ibn Umar radhiyallohu anhu dedi: "Ra'aytu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hatta tuhadhiya mankibayhi." Mo'risning barobarida bo'g'ichi ko'targanligini ko'rdim dedi. Bu muttafaqun alayhi hadis deyman. Abu Humayd as-Sa'idi shunday rivoyat qilgan. Endi mana bu mazhabda juda ching turdi Allah. Qo'lni shu qadar ko'targan bo'lib qolsa,
bu namoz o'qishdan anasi o'rganganlar deb manda hujum qilgan ahvol bo'lgan. Chunki ayollar aqrab lasatdir. Unda ko'tarsa ma'lum bo'lib qoldi deb, ko'ksi yoki badan ma'lum bo'lib qoldi deb, undan ko'tarish tanlangan bo'lg'achqa, ayollar shunda ko'targan bo'lg'achqa, bu namoz o'qishni anasi o'rgangan deydigan manda aqaralga ahvol bo'lgan. Lekin har ish kirsa, say sunnatda kelgan hadislar. O Hanifi mazhab cho'ng turman deganlar bu Ibn Umarning hadisini yo'q chiqarib Ibn Umarning rivoyatini tutganlar Hanifi mazhab tanlagan xulqining barobarida ko'tarish yo'q chiqarib o ta'sibdan iborat. Lekin Hanifi mazhab Ibn Umarning rivoyatini ommaganligiga nima deb o'zlari bayon qilgan? Bu sayya muttafaqun alayhi hadis. Nima uchun siz ommadingiz buni desa, Hanifi mazhabida deydiki, Al-Vail ibn Hujr, Abu Hurayra va boshqa sahobalar xulqining udulni ko'targanligini rivoyat qildi. Ibn Umar radhiyallohu anhu Müris qadar ko'targanligini rivoyat qildi. Lekin Ibn Umarning qilgan rivoyati va ko'rgan ahvoli balki qish vaqtlarda sovuqdan kiyimga to'nlig'i purkinib to'g'achqa egiz ko'tarolmay, unda past ko'targan ahvol uzrlik holat bo'lishi mumkin. Chunki Vail ibn Hujrning bir rivoyatida qadimtu alayhim fil am al-thani. Masalan, birinchi yil ketdi Rasulullohning shu quloq barobar ko'targanini ko'rdim. Ikkinchi yil kelsam qadimtu alayhim fil am al-thani fawajadtuhum yarfa'una aydiyahum fil aksiyah min al-bard. Bunda yo'ginilib qo'llarini ashini ichidan chiqarmaydi. Sovuq bo'lgan ekan, qo'limni chiqarib yurmayman, to'ni bilan yo'gingan narsalar bundan ko'targanligini ko'rdim degani, yani shu egiz ko'tarolmaydi u chaqda. Hasrat ko'targan ahvolni ko'rdim. Yani bu sovuqdan ya shunday ma'lum bir sababdan tuvarrak ko'targan, lekin normal ahvolda shunday egizrak ko'tarish tarjih qilamiz demoqchi. Quloqni yumshatib ko'taramiz deb barmoqni quloqni shu yumshatishlar qilinadi yoki yani shu baş parmak quloqning yumshiqiga udul keldi. Undan keyin alqonning uchlari bu boshning mushaqa qadar kelindi bu. Yani İmam Tahaviy va ba'zi ulamolar Ibn Umarning hadisi bilan Müris qadar ko'tirdigan bilan quloqining udulni ko'tirdigan ikki rivoyatni birlashtirib ikki shaxnimda egib o'tirib akilib Müris qadar alqonning tuvan tarafi Mürisda bo'ldi. Alqonning uchi quloqining uduldi bo'ldi. Undan keyin shu o'tirib eshitgan bo'ldi deb başında tanlagan. Lekin bu shunday masalalarda cho'qim birisi to'g'ri, birisi xato bo'lish kerak emas. Her ikkisi to'g'ri. Her ikkisining joizligini ko'rsatish uchun Rasululloh har xil ashunda ko'targan bo'lishi mumkin. Manda ko'tarsang bo'ladi, manda ko'tarsang bo'ladi deganni ko'rsatish uchun unda qilgan bo'lishi mumkin. Hamma sahih kelgan bo'lg'achqa. Yani buni cho'qim mushunda bir xillam qilishing lozim deb unda tengvasa bo'lmaydi. Xoliqalloh Müris qadar ko'tarsin, Xoliqalloh quloqining barobarida ko'tarsin. Mushunlar masala bo'lib ketdi. ولا يفرج بين الأصابع barmoqni manda karib echirmaydi deb unda beklam chaplanmaydi o'ziga qo'yib turganga وهكذا تكبيرة القنوت وصلاة العيدين. Yani bu namazga quloqqa qishda shunda dedik. Bundan boshqa namoz ichida qunut duosi o'qishga Allohu akbar deb quloq qaqqan chaqdimi va Qurban Eid va ro'za namozlardami ashijiq takbir aytamizgo, qo'l ko'tarish ko'p bo'lsa-mu, shu chaqildimi, ashunda holat ko'tirdi demoqchi. Mishakchi bo'lsin, biz o'tganki dars iborat o'qiganmagan. Iborat o'qiyla, undan keyin makinki masala, ashrafiyat masalasi, shu mashhur masala sal vaqt olishi mumkin. Ham sizlarmo shu masalada unda izlanib filanlar biroq bunda masalalarni bir tatbiqiy holatda namuna shaklda biz cho'nqirlabroq bas qilib qo'yamiz. Shuning bilan unda boshqa masalalar shundaroq mangdikan deb misol bo'ldimdi. Biroq masalada sal cho'nqirroq to'xtalib o'tsak foydali. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Shu o'tganki ibora o'qishni to'xtagan bo'lsa, shu yerdan o'qimoqsin bo'ldi.
Kur'an'ı koyup olsa kuşu terbiye edip dolar öldüreceğini düşünüyordu ya sanırım. Ya karaydığa urunga bassan şu Kur'an koyup koyuğa urunga qarizim eyle. Çünkü bununda onda bir nas yok dedik ko. İctihadi mesela. İctihadi mesela Kur'an okuş meselesi. Namaz turup Kur'an okusa, cık şerket kıyan bulamda olsa, cık şerket daha eskirdi o. Varaklı mısın var? Şerket okusa. Şu an hepimiz mezhepten da Kur'an karab okuşunda yok. Mısır'da cevap yok da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadi kalkınma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mushafni yoki shunda tirgizilgan biraz surni esib qo'yib shuni qarab namoz o'qiganmi? Xalifildan biraz shunda namoz o'qiganmi? Cho'ng jamoada o'qigan bir imom Rasulullohning yo tabiinlarning davrida cho'ng jamoada erkaklardan endi o'qigan bormi? Hozir dalil qilgina Hazrat Aisha radhiyallohu anha Zakwan degan quli uyda ayollarga Ramazonda mushafni esib turib imom bo'lgan diye bir rivayet var. Peki cemaate qanday o'qiydi? Mushafni esib qo'yib o'qimdi? Ya. Ama Şafii mezhebiyle aşı bir rivayetini esib turib, hozir masjidlarda cho'ng jamoada qarimun bayada shu Qur'on qarab o'qiydilar. İmam olganda o'zi nafl namozini mesela tahajjud namozini o'qisa. O'qisa bo'lmaydi shu. O'qisa bo'lmaydi. Nima uchun? Nima uchun insonlar bu islomni ajizlashtirgan ish bu. Yani Yahud Nasaralar o kitapni unda yodlayolmaydi, ya da o'qiolmaydi. Çünkü aşın unda qarab turib o'qish lozim. Bizning alohidligimiz islomimizning alohidligi shu Qur'onda shunda yodi bildigan ahvol bor, yodlayoladigan ahvol bor. Unda oniki ya Qur'on qarab o'qisang bo'ldi desa, yodlashni asosdan yo'qdimiz. Shunlar dillardan sug'ilib chiqdi-da, Qur'on bo'lmay qolsa bir uzroq bir tahajjud o'qiyolmaydi shu. İmamım okuyamay, onda bolsa bu İslam'da acizleştiriş. Burada İmam Muhammed bin Hasan Şeybani diyendek teşebbuh bil Yahud ve Nasara. Yani Yahud Nasaralığı teşebbuhdan ibaret bu. Bunu okşamasımız lazım değil. Bu taza yaxşı yüzlülüş emas. Mushaf qarab o'qisa, shuni o'qishdan ekan. Ya, mushaf qarab o'qisa, Yahud Nasaralığı namoz o'qisa, shu İncil, Tavratni o'qib qolsa, shuni qarab o'qiydi ular. Hozir bu kishilarni taqa avam nadan haqlar masjidlarni ko'rsa anglamoqchi misrli qildirmasdan. Jamoat imom emas, jamoat o'qimaydi-ku taravihda masalan. Buni mushafdan tutib varaqlab bunda oqib turdi. Imomning o'qiganini mushafni varaqlab qarab turganga. Misrda shunda. Yani bu secde qilmoqchi, ruku qilmoqchi qanday qildi? Qattiqdan yanchiq qilsak qo'yib, mumkin secde qilib qo'yani elab bunda varaqlab turib bunda qilmaydi. Bu xushuga ta'sir etkizdigan, Yahud Nasaraga o'xshab qoldigan, islomni aziz qilgan bir qiliq. Buni qilmaslik lozim. İmom o'qiyotganingizda sen anglab tursan, Qur'on qarab o'qishni sen uyga kirgan chog'da o'tirib o'qib ol uni. Qur'on qarab. Bu namozda ya imom xato qilsan, luqma solgan odam bo'lmasan, imomning oqidan necha odam bor luqma solgan. Luqma solgan odam bo'lsa, masalan bizda bunda Qur'onni tushirish uchun xatni tug'izdigan ish bor. Bunda ish bo'lib qolsa, bu nafl namoz bo'lib qolsa, farz namoz bo'lib qolsa, Qur'onni tushirish uchun nima uchun mayli deyish mumkin. Mayli bu hamda bir xil chiniq turishdan iborat bo'lg'achqa ko'z yumaymiz deb mayli deymiz. Lekin u farz namozlarda jamoat har kishilar shu cho'ng jamoada o'qiydigan bunday yerda islom unda ajizlasak bo'lmaydi. Xatni tug'an chog'dimi, luqma solgan qarindim bo'lsa, boshqa Qur'on qarab tursin. Qarim aqib tursin. Shunga bizning diyorimizda burun tatib xatni turishilib qolsa, tövbeş qarimni taklif qilib, o'g'lim xatni turmoqchida aqib turib paslar deb xizmatini qilib tug'izdilar shu. Bu Qur'on qarab ham dazistonda turmaydi. Bunda turish imkoniyati yo'q, uyda xatni o'qish tas. Avar qilgan ish bo'lsa, Qur'onni tushirish, shundan nima qilishga uni ko'z yumamiz. Tibariqullah. كان لا يجاوز بصره في صلاته موضع سجوده تخشعا لله تعالى وهو أقرب إلى التعظيم من لسان الطرف يمينا وشمالا. الطرف لسان الطرف طرف ينكز فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا فغض الطرف ينكز عن جمل
يغضوا من أبصارهم ديندك. قال ومن أراد الدخول في الصلاة كبر لقوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى. وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يدع الطهور مواضعه ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر. وإن افتتح بلفظ آخر ممنوع من الصرف يشتمل على الثناء والتعظيم كالتهليل والتسبيح أو باسم آخر كقوله الرحمن أكبر أجزاءه. ولهما قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى إذ يحاذي إبهامه رحمة أذنيه لقوله صلى الله عليه وسلم لوائل بن حجر رضي الله عنه باغوشة باشا دان قرسمو باشا لوائل بن حجر رضي الله عنه إذا فتحت الصلاة فارفع يديك حذاء أذنيك. لا أغنى أشنا دون شرعه.